Hindistonning Gujarat shtati Amreli shahrida noodatiy marosim bo'lib o'tdi. Padarshinga qishlog'ida yashovchi oila 12 yil davomida ularga omad va baraka keltirgan deb hisoblagan Wagon R rusumli avtomobilining dafn marosimini o'tkazdi. Bu haqida Times of India nashri xabar bermoqda. Oila avtomobil uchun 4 metr chuqurlikdagi o'ra qazdirib, uni diniy marosimlar asosida ko'mib tashladi. Tadbirda ruhoniylar, diniy ulamolar va mahalliy aholidan iborat 1,5 mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Videolarda gulchambarlar bilan bezatilgan mashinaning maxsus hududga olib kelinishi, duolar o'qilgach, yashil mato bilan yopilib ko'milgani aks etgan. Avtomobil egasining so'zlariga ko'ra, mashina oila uchun omad ramzi bo'lgan. Bu avtomobil bizga muvaffaqiyat va hurmat keltirdi. Shu sabab uni sotish o'rniga izzat-ikrom bilan dafn etishga qaror qildim, deydi u. Ma'lumotlarga ko'ra, marosimni o'tkazishga 4 million rupiy, taxminan 44 ming AQSh dollari sarflangan. Mehmonlar uchun hashamatli stol ham tashkil etilgan. Oila mashina ko'milgan joyga kelajakda daraxt ekishni rejalashtirmoqda. Ularning aytishicha, bu baxt ramzi bo'lgan avtomobil keyingi avlodlar tomonidan ham eslab turilishi uchun amalga oshirilgan.